Mashinamiz 2022-yil 130 ming yurgan, kraskasi 3-4 ta joyida bor. Yurish holatlari zo'r, motor, korobka, hadovoylari zo'r holatda. 4 ta yangi balon qo'yilgan mashinaga. Hamma navorotlari bor. Adduf, abagrif, pamyat sidina, head-up, hamma narsasi bor. Rejim o'zgartirgan, to'rt xil rejim, hamma narsa, jamiki narsasi bor. Orqada pardalari, shturkalari bor, panorama luklari bor. Mashinamiz yurish holatlari zo'r, behijolat. Eng fulli bu, xullas. Eng fulli 5-pozitsiyasi GT Line bo'ladi. Salonda 500 milliondan oshib turadi menimcha. 2.5 motor bilan jihozlangan mashina. Gaz qo'yilmagan benzin holatda. Benzin holatda, rasxoti ham katta emas. Eko rejimda 9 ta 10 ta shahar ichida deyapti. Sportda balkim sal ko'proq yesa kerak. Danligi yana ham ozroq. Danligi 7 ta, 6 ta, 7 ta edi ekan. Narxi endi buni aka? Buni narxini bo'ladiganini 18.5 ga beramiz. Kelishtirib berasizmi ustida? Telefon qilishsa sunnatiga ozgina o'tib beramiz.